Ro'zadorlar uchun top layfhaklar. Do'stlar, saharlikdan iftorlikgacha qiyinsiz o'tishligi uchun shu layfhaklarni o'zida ratsioningizga qo'shib keting. Birinchisi, yetarlicha suyuqlik miqdorini iste'mol qilamiz. Bu o'rtacha 2-2,5 litr suyuqlik. Suyuqlikka elektrolitlar, ozgina limon va ozgina tuz qo'shib borsangiz, kun davomida suvsizlanishni oldini oladi. Keyingisi, yetarlicha oqsil miqdorini iste'mol qilishlik, tez uglevodlardan va yog'li, achchiq, sho'r narsalardan voz kechishlik. Biologik aktiv добавкаlardan omega 3 ni qo'shishlik. Bu foydali yog'lar tirnog'imiz, terimiz, soch qurishliklarni oldini oladi. Gormonal fonimiz yaxshi ishlashligida juda katta rol o'ynaydigan foydali yog'lar qatoriga kiradigan qo'shimcha. Va oxirgisi vitamin C yoki askorbinova kislota deymiz. Uni iloji boricha iftorlik vaqtida ovqat bilan birgalikda ratsioningizga qo'shsangiz, kasalliklarni oldini oladi, immunitetimiz yuqori ushlashlikka va o'zimizni tetik saqlab yurishlikka yordam beradi. Bundan tashqari bir qo'shimcha rigidron qo'shsangiz bo'ladi suvga. Bu ham sizni mineral balanslaringizda yaxshi ushlab yuradi. Eng muhimi do'stlar, Alloh taolo hammamizni ro'zamizni va ibodatlarimizni qabul qilsin. Salomatlikdan ozgina bo'lsa ham foydamiz tekkan bo'lsa xursandmiz. Like va do'stlaringiz bilan bo'lishni unutmang.